Assalomu alaykum. Huquqshunos kundaligi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bugun biz bugunning dolzarb masalasi bo'lgan ekologiya haqida gaplashmoqchimiz. Bu bilan huquqshunos kundaligi ko'rsatuvida davlatning ekologik funksiyalari mavzusida gaplashmoqchimiz. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Toshkent davlat yuridik universiteti davlat va huquq nazariyasi kafedrasi o'qituvchisi Jahongir Qurbonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asadbek, yaxshimisiz? Rahmat. Sizni ko'rsatuvimizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Bugun siz bilan biz davlatning ekologik funksiyalarini mavzu etib tanladik. Dastavval ayni ekologiya sohasidagi davlatning funksiyalari nimalardan iborat, shularga to'xtalib o'tsangiz. Rahmat Asadbek savol uchun. Demak, biza hozirgi kunda ekologiya degan so'zimiz juda hozir aktualligi jihatdan ham va boshqa jihatdan ham hozirgi kunda bu so'z juda ko'p ishlatilyapti-da. Dunyo miqyosida qolaversa o'zimizda mana shu mamlakatimizda ham ekologiya, atrof muhit, shunga o'xshagan so'zlar juda ham ko'p ishlatilyapti-da. Hattoki ana shu Google sistemasiga kirsangiz ham ekologiya bo'yicha oxirgi anaqa statistika mingdan ortiq. Chunki fuqarolar umuman mana shu soha bo'yicha nima ishlar qilinyapti, shu kabi boshqa maqolalar bo'ladimi yoki ilmiy izlanishlar bo'ladimi, ko'pchilik shu soha bo'yicha shu Google'dan ham juda katta axborotni olyapti. Ekologiya trendi. Xo'p, ekologiya trendida bir so'z bilan aytganda, ekologiya degan so'z juda ham bu hozir bizda nutqimizda ko'p uchrayapti. Endi qarang. Bergan savolingizga davlatning mana shu funksiyasi. Qarang, biz o'zi aslida mana shu universitetda ham bizda davlat funksiyasi degan mavzu borda, davlat alohida shu funksiyasi bor. Bu talabalarga birinchi kurs davomida o'tiladi. Hozir endi buni ilmiy jihatdan tushuntirsam sal zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Keyin agar shu narsani oddiy tilda harakat qilaman. Demak, qarang Asadbek, davlatning funksiyasi aslida bizda davlat funksiyasini maqsad ham ikki xil. Ya'ni davlat funksiyasini bitta faoliyatda bu ham maqsadi va vazifalardan iborat. Qaratilgan yo'nalishlardan iboratdir-da. Ya'ni davlatning mana shu bosh funksiyasi o'sha mamlakatni barqaror turmush tarzini ta'minlashdan iborat. Ko'ryapsizmi? Demak, bu bitta ekologiya yo'nalishidagi bir barqaror turmush tarzini ta'minlashdan iborat. Aslida ilmiy nuqtai nazardan qaraganda o'zi adashmasam shu professor huquqshunos olim Odil Qoriyev kitoblarida, Saydullayev kitoblarida bu narsa 5 ta funksiyasi beriladi. Qarang, 5 ta funksiyasi. Mana siz aytgan davlatning ekologik funksiyasi bu oxirgi funksiyalardan biri ekan. Ungacha qarang, iqtisodiy funksiyasi bor, ijtimoiy bor, huquqiy tartibot bor va hokazo. Bugun biz siz bilan aynan mana shu davlatning ekologiya funksiyasini qisqacha o'zimni bilgan amaliyotdagi muammolarni sizga xudo xolasa tushuntirib berishga men harakat qilaman. Sodda va mana shu tinglovchilarga tushunarli qilib imkon qadar hammasini tajribadan kelib chiqib yoritib berishga harakat qilaman. Jahongir aka, hozir mana ekologiya sohasidagi davlat funksiyalarini nazariy jihatdan bir ilmiy jihatdan uni tushunarli tilda yetkazishga harakat qildingiz. Rostdan ham har bitta sohada eng boshda turadigani bu albatta o'sha davlat turadi, chunki o'sha sohadagi boshqaruv funksiyasini bajaradi, tartibga soluvchi funksiyalarni bajaradi va hokazo. Lekin tartibga soluvchi davlat deb har bitta sohadagi har qanday bir islohotlarni davlatdan kutish ham bu to'g'ri emas. Oddiy bir insonning o'zi ekologiya sohasidagi burchlari, mas'uliyatlari nimalarda ko'rinadi deb o'ylaysiz? Demak, bu yerda hozir ko'proq fuqarolarning mana shu ekologiya sohasidagi burchlari haqida. Bu asli Asadbek, burch deganda biz oddiy qilib aytganda bu majburiyatni tushunamiz-da. Mana shu fuqarolik burchlarimiz bor. Mana shu konstitutsiyada asosiy qomusimizda belgilangan burchlardan bittasini masalan harbiy xizmatda, xuddi shunga o'xshagan ekologiya sohasida ham fuqarolarning o'zini burchlari ham majburiyatlari bo'ladi. Qarangki, fuqarolarni hozirgi kunda mana bilasizmi? Bu savolga to'xtalishdan oldin bir kirish sifatida sizga ba'zi bir ma'lumotlarni aytsam, 2019 adashmasam, mana shu pandemiyadan oldin muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan bilasizmi, juda muhim tarixiy hujjatlar qabul qilindi.
Nimaga? Chunki oxirgi 6 yillikda butun dunyoda qarang, iqlim o'zgarishi, atrof muhit bo'yicha suv tanqisligi bo'ladimi va boshqa shunga o'xshagan ekologik muammolar ortib ketdi. Shunga binoan 2009-yilda prezidentimiz muhim hujjat qabul qilindi. 2009-yilda. 2009-yilda. Adashmasam bu 4 ta tarixiy hujjat konsepsiya bilan bog'liq. 2030-yilgacha suv resurslaridan oqilona foydalanish adash konsepsiya. Keyin qishloq qishloq xo'jaligi 2030-yilgacha bo'lgan qishloq xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasi bo'lishi kerak va uchinchisi o'rmon xo'jaligi tizimini rivojlantirish. Qarang. 3 ta. Maqsad nima? Biz avvalo bizni davlatimiz agrar edi oldin. Hozirgi kundagi ma'lumotga ko'ra agrar industrial davlat. Qarang. Demak, biz avvalo atrof muhitni biz rivojlantirishimiz, unga sidqi dildan, unga yurakdan va sidqi dildan mana shu atrof muhitni muhofaza qilishda, undan foydalanishda biz tabiiy resurslardan oqilona foydalanishda rioya qilishimiz kerakmi? Burch sifatida avvalo qonunlarga, mana hukumat tomonidan, davlat rahbari tomonidan chiqarilayotgan qonunlarga biz avvalo so'zsiz amal qilishimiz kerak va ijrosini ta'minlashimiz kerak. Ijrosini ta'minlash, monitoring qilish, qonunlarni parlament tomonidan qabul qilinishi bu ham ekologik funksiyalarning bir anaqasi bu. Darajalar belgilab beradi-da. Men uchun mana shu oxirgi yil qabul qilingan 2009-yildagi hujjatni juda katta bir hujjat sifatida qarayman-da. Unda bilasizmi belgilandi. Eng asosiysi nafaqat fuqaro sifatida, davlat organi qarang vazifasi aniq qo'ydi oldiga. Demak, biz nima qilamiz? Atrof muhitni real muhofaza qilish uchun birinchi qarang, biz bilamiz ekologiya bo'yicha tuman bo'limlari bor, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha. Bo'limlarga nima topshiriq berilyapti? 2009-yil adashmasam 1-yildan boshlab tuman ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish bo'limlari qarang, atrofda ro'y berayotgan mana shu ekologiyaga oid bo'lgan huquqbuzarlik bo'ladi. Barchasini xalq deputatlar kengashiga hisobotni taqdim qilish belgilandi. Endi qarang, mana shu hisobot aslida hozirgi kunda bu nima deysiz, qo'shib hisoblanyaptimi yoki real bo'lyaptimi? Buni bizni faqat deputatlardan boshqa hech kim bila olmaydi-da. Shuning uchun men hayron qolganim, mana masalan viloyatlarda yuramiz, Toshkent shahrida ko'ryapsiz, kecha yaqinda nima ro'y berdi? Ifloslanishning darajasi qarang. AQI deydi buni. Air quality index, ya'ni ingliz tilidagi so'zi, bu tarjimasi qarang, suvning anaqa havoning sifat ko'rsatkichida tarjimasi qilganda, mana shu bizning o'lchov tizimi hisoblanadi. Unda vodorod, kislorod, ozon va shunga o'xshagan barcha o'lchov birliklari hisoblanib, atmosfera havosi bilinadi. Biz qarang, burchimiz sifatida ana shu narsani talab qilish ham vakolatliymiz-da biz. Vakolatli davlat organlarida mana shu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul qilinayotgan hujjatlarni ijrosini so'rab olishga haqqimiz bor bizni. Belgilangan tartibda. Nima qilyapsan, nima qo'yapsan deb. Da, to'g'rimi? Chunki hukumatning asosiy vazifasi ham shuda, ijtimoiy sohada o'zini bosh ustuvor maqsadlarini aniq qo'ygan bo'ladi, hujjatlar qabul qilgan bo'ladi va belgilab beradi. Biz fuqarolar buni ijrosini ta'minlashga ko'maklashamiz. Xuddi shunaqa, mana Konstitutsiyada 2-moddada alohida aytilgan-ku, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar degan qismi bor. Shunday. Ya'ni biz buni bemalol so'ra olamiz, bemalol daxldorlik hissini mana shu epizodda ham namoyon qila olamiz degan mazmun bor. To'g'ri, Asadbek. Shuningdek, mana shu jihatdan o'zim ana hozir bilasizmi? Mana shu oxirgi 2020-yil adashmasam, mana shu fuqarolar o'zini pozitsiyasini, burchini bilasiz. Bu endi boya savol qaytamiz. Birinchi keyingisi bergan savolingizda burchi nimada ekanligi. Burchi qarang, atrof muhitni muhofaza qilishda fuqarolar o'zini rioya qilish, davlat umummilliy boyliklariga rioya qilish, suv bo'ladimi? Ehtiyotkor munosabat. Ehtiyotkorona munosabatda bo'lishda rioya qilish eng asosiy omil bu. Biza bu daraxt men ekmaganman, pulimga kelmagan, davlatimizning qaysi tashkilot ekib berganda unga biz kesib kelsak, qarang, hozirgi kundagi muammolardan biri, archan kesaversak. Ertaga nima bo'ladi? Javobgarlik masalasi bor, chunki davlat ekologik nazorat inspeksiyalari bor. Bularning qaysi ma'noda ishlayaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin men juda ko'p ko'raman-da, ana ko'ryapsiz qurilish tashkilotlarida ruxsatsiz kesib tashlash degan narsalar ham bor-da. Atmosfera havosi atrof muhitni muhofaza qilishning obyekt hisoblanadi bu aslida. Xo'p, biz
mana toza havo, mana masalan konstitutsiya belgilangan mana shu haligi davlat deydi insonlar fuqarolarni yashashga, ta'lim olishga va boshqa huquqlarni ta'minlashga majburdir. Shundan kelib chiqib biz talab qilishimiz kerak, nega biz soliq to'layapmiz? Ba'zi fuqarolarda bo'ladi, shunaqangi savollar bo'ladi. Hududlarga borganimizda biz deydi soliq to'laymiz deydi, tadbirkor sifatida daromad foyda soliq to'laymiz deydi, lekin nega bizga yetarlicha e'tibor berilmayapti deydi. Davlat bilib qo'ying Asadbek, davlat o'z funksiyasini maxsus vakolatli idoralar yoki organlardan talab qilib oladi. Ana shu orqali amalga oshiradi. Tushunyapsizmi? Davlat bu davlatda faqat o'zining vakolatli organlari bor, ijro hokimiyatlari bor. Ana shu narsa orqali ta'minlaydi. Mexanizm shunaqa. Demak, o'sha fuqaroga meni javobim shunday iborat bo'lardiki, siz ekologiya sohasida agarda noqonuniy xatti-harakatni sezdingiz, demak, ana shu vakolatli organga murojaat qilish kerak. Talab qilib olish kerak va agarda qoniqmasa yuqori turuvchi organga demak shikoyat keltirish mumkin va u ko'rib chiqiladi albatta. Jahongir aka, bugun ekologiya haqida gapirganda siz hozir juda ham muammolar aytyapsiz. Real muammolar. Bugun ikkalamiz podkastda gaplashib o'tiribmiz. Buni istalgan inson tanasida his qilyapti bu narsalarni-da. Rostdan ham dunyoni ekologik muvozanati buzilgan bir davrda yashayapmiz. Men sizga bir boshqacha savol bermoqchiman. Mana ekologiya deganda har xil muammolar bor. Misol uchun chiqindi masalasi, iqlim masalasi, mana iqlim o'zgarishi. Shaxsan o'zingiz bir subyektiv anaqangizda yondashingiz. Birinchi ekologiya deganda nima siz uchun og'riqli? Birinchi oddiy inson sifatida. Men misol uchun aytgan bo'lardim. Salomatlik masalasi. Men Toshkent shahrida ko'ryapmiz-ku, reytinglarda juda yuqori o'rindamiz. Afsuski bu teskari reytinglardagida, ya'ni salbiy ko'rsatkichga ko'ra biz oldingi o'rindamiz. Asadbek, bilasizmi, bu aslida bizning podkastimiz soatlar davom etishi mumkin. Men bu bo'yicha bilasizmi, ichimda og'riqli narsalar juda ham ko'p. Chunki otam rahmatli aytardilar, doimo avvalo inson va sen nima ish bo'lsa ham oldin sen insonlar manfaatiga xizmat qilgan, shunda sen inson bo'lasan derdilar-da. Shu narsa qolib ketgan. Otam rahmatli mana shu fikrlarni doim eslab yuraman. Qarang, bilasizmi, hozir O'zbek Kosmos degan agentlik bor-da. Bor. Bilasizmi? Bir kun ijtimoiy tarmoqda o'qib qoldim. O'zbek Kosmos tomonidan berilgan ma'lumotga qaraganda bizlarni ma'muriy hududiy tuzilmamizda qarang 12 ta chiqindi poligonlar bor ekan. Men uchun O'zbekistonda hozir eng ekologik muammo bilasizmi? Mana shu chiqindi poligonlarni tartibga solish. Muammo sifatida, ham huquqiy, ham ijtimoiy sifatida. Huquqiy jihatdan bu chiqindiga oid bo'lgan munosabatlar eskilikcha qolib ketgan va bunga qarshi kurashuvchi davlat vakolatli organlari yetarlicha ta'minlab bera olmayapti fuqarolarning murojaatini. Shaxsan mana misol keltiraman. Qarang, Namangan viloyat 3 tumanida qarang, bir mahallada, ishonasizmi, kolxoz paytida chiqindixona degan atama bilan chiqindi tashkil qilingan ozgina yerda. Hozir kelib mana shu chiqindixona chiqindi poligoniga aylantirilgan. Modomiki atrofi to'la aholi yashash punktlaridan iborat. O'rgandim, izlandim, qarang, 2000 2-yilda chiqindilar to'g'risida qonun qabul qilingan ekan. Nechinchi yil? 2002-yilda. Mana qancha bo'lyapti? 20. 20 yildan ortib ketdi. Deyarli o'zgartirish kiritilmaganda qonunga. Lekin qarang, oxirgi paytda bizda aholi ko'paydimi? Ha? Polietil mahsulotlar ko'paydimi? Qarasiga. Ha, rosa ko'payib ketdi. Hozir men borib o'sha joyga bordim o'zim. Namanganga borganda borib ko'rdim. Ishonasizmi? Bilasiz, 2009 ga qanaqa tarixiy voqea bo'lganda, ana shu yili toza hudud degan davlat unitar korxonasi tashkil etilib, viloyat hokimi qarori bilan ularga chiqindilar bilan shug'ullanish uchun ularga vakolat bergan. Bularni shartnoma qiladi, aholi bilan musulni to'kib ketadi va ketadi. Hozirgi kunda qarang, aholini keskin norozi sabab bo'lyapti-da, hidi, undan chiqayotgan har xil hidlar bor-ku, aholiga zarar yetkazyapti. Bu aholini bilasizmi, konstitutsiya belgilangan huquqlarni bu ochiq so'zga buzilyapti-da, qarang. Davlat ta'minlaydi ekan. Lekin ishonasizmi, mana shu bo'yicha men 10 dan ortiq murojaat yubordim. Parlament o'ziga bordim. Va ana shu viloyat hokimligi, portallarga bordim. Javob xati nima bilasizmi? Javob xatida bilasizmi, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaati to'g'risida qonunda qarang, ba'zi ishlamaydigan moddalar borda yoki qanaqadir qaytadan ko'rib chiqadigan moddalar bor. Lazikalar bor. Bir murojaat degan narsa bor, prinsip. Bir murojaat bor, kimga yuborilish, aynan shu tashkilot tomonidan ta'minlanishi kerak-da. Bizda nima qiladi? Tegishli bo'lmasa vakolatiga 23-modda bilan ko'rib chiqish uchun yuboriladi.
shaxsan men parlamentga yuborgan paytimda parlament shu haligi ekologiya sohasidagi shu fraksiyalarga qo'mitasiga yuborgan paytimda immuno ko'rsatganman. Ular qayerga yuboryapti? Namangan viloyatiga ko'rib chiqishga yuboryapti-da. Namangan viloyati 3 tuman hokimiga, 3 tuman hokimligi menga 10 marta yuborgan xatimga 11 xil javobda. Kooperativ saviti bo'lsa. Da, bir xil javob. Qarang, men nima qilishim kerak hozir? Shundoq ekologiya sohasidagi mana shu huquqbuzarliklar, shuni men achindim oxiri. Zo'r gapirib bo'ldi. Shuning uchun mana ishonasizmi, qarang. Bizda davlat dasturi qabul qilindi. O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha davlat dasturi qabul qilindi. Ustozim Kudras Ikilbaladovich bilan biz shu narsani muhokama qilgan holda butun O'zbekistonni chiqindi bilan bog'liq bo'lgan munosabat tartibga solish uchun qarang, huquqiy yechimda bu. Ana shu kirsam, haligi 100 ta band bor edi, maqsadlar bor edi. 100 ta maqsad. Qarasam, ishonasiz, ungacha men rosa yuborganman parlamentga. Mana shu qonunni qaytadan ko'rib chiqish kerak deb. Nega ko'z bilan qaralikki, ana chiqindi to'g'risidagi yangi tahririyat qonun hujjatini ishlab chiqish 2025-yilning oxiriga qadar kiritish, adashmasam bu adliyaga berilganda, vakolatli organlarga berilgan ko'rib chiqish, qonun loyihasini tayyorlab chiqishdi. Shu bo'yicha mana